Shunday sim karta slotini chiqarib, mana shunday ichkariga qarab pudasa, kamerasi parlanib qolsa, ochilgan telefon bo'ladi. Hech qayerdan havo chiqqani yo'q. Bemalol Smart Mobile do'koniga murojaat qilaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan yangi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Telefonlardagi iPhone modellar, ularni qanday farqlash kerak, regioni qanaqa, nima qilish kerak, shu haqida to'liq obzor qilib beramiz, xudo xolasa. iPhone 14 Pro xotirasi 256 talik, hozirgi kunda eng trendga chiqib sotilayotgan telefonlardan bittasi. Ayniqsa bu mobilogoroflar shunaqamidi. Kontent qiladiganlarga qisqasi kamerasi, kачествоsi bo'yicha hozir eng ko'p sotilayotganlardan bittasi. Ishlatganda ham maza qiladi. Xotirasi 256, 86 yo'nqisda hech qayta almashmagan, radnoy holatda. Regioni Koreya. Buni narxini $585 qilib beramiz. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlar mumkin buni. Shuni 128 taligi bor. Qorasi bu holati ideal holatda. Kartalar ham silab ishlatgan buni. Yostiq tepasiga qo'ygan bilinma, yerga tushmagancha hamda bu. Ishlashlari ham o'ta plavniy, hech qayta almashmagan, xotirasi 128 talik, 88 yo'nqisda. Email ro'yxatlari o'tgan, eng muhimi hozirgi kunda eng muammo bo'lib turgan narsa. Buning narxini 575 ga qilib beramiz. Keyingisi 13 Pro, hozir narxi sinib turibdi buni. Hammada hozir 13 Pro bo'lib turibdi. 12 Pro'si bor odam uni sotib 13 Pro qilyapti. Xotirasi 256, 85 yo'nqisda, radnoy, Koreya region. Narxini $570 qilib beraman. Bemalol kelaverasizlar bunga ham. Keyingisi 12 Pro. Buni narxi anchagina baland edi, yaqinda ham. Xotirasi 128 talik, 85 yo'nqisda, bu ham radnoy. 30 kun kafolati bor hamma telefonlarimizga. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Ishlashlari o'ta zo'r. Ixcham plavniy telefon. Narxi keladigan bo'lsak $350. Bemalol do'konimizdan xarid qilishlar mumkin. Emaillar o'tgan. Qaytarib o'taman. O'zbekiston Respublikasida ishlash uchun email ro'yxatda o'tkazilgan. 8-mart yaqin, xudo xolasa, yangisidan olaman deganlar uchun 13 marta zaryad qilingan bu. Yo'nqisi 100, Koreya regionida, korobka hujjatlari bor. Atigi $300. Bunaqasini topib olish juda qiyin. Podarka uchun qisqasi nafas olib turgan qizniki xursand qilaveradi. iPhone 11 Pro 256 xotiraligi eng sevimli telefonlardan bittasi, ixcham. Cho'ntakka zo'r o'rnashadi. Xotirasi 256, batareya yo'nqisi 84, Koreya regionida email ro'yxatlari o'tgan. Narxi $290. Buni 250 ga ham topsa bo'ladi, holati urinib ketgan bo'lishi mumkin. Bunda bitta ham petno yo'q, sarapina yo'q, hamma yo'q zo'r holatda. iPhone 11lar turidan bor. 70 yo'nqisdan 100 yo'nqisgacha topsa bo'ladi. Katta ehtimol bilan bularni yo'nqislar ko'tarib qo'yishyapti hozir. Mana shu ko'tarilmagan 128 talik 70 yo'nqisda. Bunga 30 kun garantiya beramiz. Xolos 3 oy ham qilib beraman mana shu telefonni. Hali ishonmovchilik bo'lganlar uchun. Xotirasi 128 talik, Face ID, True Tone hamma yo'q ishlaydi. Hech qayta almashmagan, luboy ustasiga ko'rsatib tekshirib olaveradi. Eng qiziqarli joyi $180. $180, hozir $250 dan sotilyapti telefonlar. 64 talik $250 sotilyapti. XR eng joni qattiq telefonlardan, iPhone'lar ichida. Holati go'zal holatda. Kimga qiziq bo'lsa agar bu xotirasi 128 talik, batareya yo'nqisi 83. Kimga qiziq bo'lsa $175. Email ro'yxatlarida o'tgan. Qisqacha endi to'xtaladigan bo'lsa telefonlarni qanday olish kerak, nima qilish kerak degan savollarga javoblarni aytib o'tsam, iPhone olayotganda eng avvalo ekranni tekshirib ko'rish kerak batareyasi bilan. Batareyasi almashgan yoki bo'lmasa boshqa qo'yilgan 100 yo'nqis. Hozir ularda ichida 100 yo'nqis topish o'ta muammo, 11-12 lar ichida. Bunaqasi qolmagan bo'lsa ham kerak. Kompyuterga solganda 100 ga 100 chiqib turgan bo'lsa ham, eng e'tiborli joyi zaryadga qilingan shtugi chiqadi. Soni, o'zbekcha aytganda soni bo'ladi. O'shanga qarasa o'zi bilinadi.
100 yomkis 1200 metre zaryad olgan. Bu bo'lishi mumkin bo'lmagan narsada. 50 metre, 60 metre, 100 metre bo'lsa ham ishonarli bo'lishi mumkin. Lekin 100 yomkisga 1200 metre, 850 metre zaryad olinganlar bular tushmaydi. Albatta bular almashgan bo'ladi yoki bo'lmasa ko'tarilgan bo'ladi. Keyin iPhone'da ochilgan, ochilmaganligini bilish yana bitta yo'li. Shunday sim karta silodini chiqarib, mana shunday ichkariga qarab pudasa, havo qaydandir havo chiqsa yoki bo'lmasa kamerasi parlanib qolsa, bilingki bu ochilgan telefon bo'ladi. Mana. Hech qayerdan havo chiqqani yo'q. Bor bosimda pudab ko'ryapmiz. Mana hamma yo'q cho'tki. Shunaqa ishonchli telefonlar, iPhone'lar kerak bo'lsa, bemalol Smart Mobile do'koniga murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarini pastda yozib qoldiramiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa 24 soat mobaynida javob beramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.